Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube kanalimiz a'zolari. Mana ko'rib turganlaringizdek, Begim ishlab chiqarish korxonamizdamiz. Ya'ni uyimda. Mana akalar kelishgan ekan, Andijondan Bahodir aka kelgan ekanlar, Shvetsiyada aka. G'olibjon aka kelgan ekanlar Andijondan. Ya'ni shu sohani qiziqib, mana G'olibjon aka anchadan beri shug'ullanasiz, 2022 yildan beri men shu Alijonda televizorda ko'rganmanda qaysidir kanal, Sevimli kanalidan chuvalchanglar qiroli deb ko'rsatgandan keyin endi bir video ko'rganda o'sha chuvalchanglar qiroli deb ko'pchilikka bir qiziqarli bo'lishi uchun ham qo'ygan, to'g'ri. yaxshi nom ham qo'ygan ekan, chiroyli qo'ygan. Keyin shunda ko'rganman men, shundan keyin qiziqish ortganda. U payt yoz oylari, yo'q, kuz oylaridimi degan bilmayman shunda. Keyin bahor kelsa dedim, men ham dedim boshlayman degan. Shunda unda ayog'im Rossiyada ishlardim, ayog'im mana shu yerda sinib qo'ygandek. Boshqa ish qo'ldan kelmaydi, hasratda yurardim. Boshqa ish u paytda qila olmayman-da. Eng yaxshi yo'l qarasam, keyin menga ma'qul kelganda chuvalchangni boqish. Keyin menga endi eplab ketaman shuni deb, shunda qiziqib qoldim. 2021-yil edi. Kuz paytlarimi, yozdan o'tgan. Shunda boshlagan. Keyin 22 kelsa boshlayman deganman, 22 bahorda. 2022-yil bahorda 11-fevralda men chuvalchang boqishni boshlagan. Sizdan 9-yilda sizga ham siz ertaroq boshlagan, sizni ko'rib, siz ham endi buni Alijonning ustozisiga ham bo'laveradi, to'g'ri? Shuni men ko'rib turib, bizga ozgina anaqa bo'lganda. Shundan keyin boshlavardim. Yomon emas, Xudoga shukr. O'zimizga yarasha chuvalchang sotyapmiz ham, ishlab chiqaryapmiz, buyog'imizlar ham. Barakali deb aytaman. Kecha kunduz men shu chuvalchang baqqanimdan beri anchalar baraka ham kirdi deyman, oilamizga, xonadonlarga. Baraka kecha kunduz ishlaydi ekanda, bu mayda narsa ekanda. Mayda narsa. Shuning uchun hali gapda, men aytdim-ku, 20 ta hayvonimiz bo'lsa, hayvonlar sizga endi rizq olib beradi, lekin siz oziqlantirganingiz uchun salovat aytadi, o't berasiz, suv berasiz, rahmat aytadi. Ha, bizda 20 ta emas, milliard chuvalchang bizga rahmat aytib tursa, salovat aytib tursa, albatta baraka keladi, baraka to'xtovsiz. Mana bu tarafdalar ko'rganlarimda oldinga o'shanman, bu yerda qilingan. Bu yerda yangi qilingan joy. Bu katta mashina bemalol orqasidan borib to'kib kelaveradi. Endi mana bu yerni ochib qo'yganimiz sababi bunga oziqa solish kerak bo'lib qoldi. Yana kelganlar mana. Tagini yeb bo'ldi. Yangi oziqa solish kerak. Mana tagini olib qo'ya oldik. Bu yerda keyin murabiy kelib borib yerga to'ldirib kelaveradi. Bu chuvalchanglarni olib tashlab qo'yamiz. Mana bu yerda chuvalchanglar qanday ishlayapti degan insonlarga mana to'lyapti. Keyin mana ko'rib turganlaringdek hali quruq go'ng emas-da bu. Nami bor? Yangi go'ng. Lekin shunda ham mana ishlashyapti bular. Ishlashyapti. Qaq quruq go'ngdan ko'ra bundaqa nami bor go'ng. Ancha to'lib qolibdi. Mana. Barakal. Mana shu nami borligi uchun yoqimli oziqasi bor-da, qurib ketgan go'ngdan ko'ra shunaqa go'ng chuvalchangga yoqimli ekan. Shuni hisobini olib, quritish ham shart emas. Keyin bu nami bo'lsa, suv sepsangiz durida namlik ortib boraveradi. Qaq quruq go'ng bo'lsa, 3 metr sepsangiz ham orasidan shildirab o'tib ketadi-da, namlikni olish qiyin bo'ladi. Keyin unda oziqaviylik darajasi qolmas ekanda, qurib ketsa. 1 yil tursa, unda oziqaviyligi qolmaydi. Mana bu chuvalchanlarim endi yotib ishlayveradi. Bir sutkada mana shu 2 grammda tasavvur qiladigan bo'lsak, o'zini grammiga teng vazndagi go'ngni qayta ishlaydi. Bir sutkada. Bu yerda milliard. Mana shu go'ngni ko'rib turganlar 25 kun bir oyda yeb bo'ladi. Hisobimizga 3 kun bo'ldi. Lekin o'tib bo'ldi. Shunday go'ng bo'lmaydi, nami bor go'ng bo'lsa yaxshi bo'ladi. Hozir u yog'iga ham tashlaysiz ekan-da yana. Bu tashlangan. Bo'ldi mana. Lekin ko'proq tushib qoldi. To'g'ri. Lekin ozroq tushib qolgandi. Endi mana bu yerda murabiy kelib turib, odaradigan murabiy chiqdi. O'sha zo'r bo'lyapti bizga. 100 ming beramiz, o'zlari yuklab olib keladi, o'zlari to'kib ketaveradi. Yoki beyga to'kish kerak bo'lsa, murabiy keladi-da, o'zlari chuvalchangni og'ziga tashlab beryapti. Mana garchiga ehtiyoj qilmayapti o'zimizga ham. Daladagini ham ko'ramiz, sayda ham shunaqa bo'lyapti. Ular biz uchun ancha yaxshi effekt beryapti. Mana ko'rib turganlarini, hurmatli kuzatuvchilar, mana Andijon viloyatida aka shug'ullanar ekanlar.
Bergamsa bormi axir? Bor, bizga oz qoldi, sotdik. Ammo talab yildan yilga uni kuchayyapti talabchi. Odamlar tushunib boryapti. Tushunyapti. Keyin mana davlat tomonidan ham fermerlarga ham organik mahsulot yetishtiriladi deb unga ham so'rayapti. Asas buni qilgan odam borgan sari mana hali videoda ko'rsatdingiz-ku, insoniyatda yer yuzidagi insonlarda ham tuproqni qanchalik sho'rlanish, yomonlanish darajasi ortib ketyapti. Bundan buyog'iga shu tuproqni yoshartirish, davolash uchun shu biogumizdan foydalaniladi. Tuproqni go'misini oshirish uchun faqat biogumuz solib yerni saqlab qolish kerak ekanda yerda. Yerlar ko'ryapsiz, yomonlashib. Yerni saqlab qolish va aytyapti, ma'lum foiz o'ta insonlar ko'payish darajasi ortib borgani uchun oziqa nima oziq-ovqat taqchilligi bo'ladi. Iloji yo'q, shu hozirgi yetishtirilgan oziq-ovqat mahsulotlarini 2-3 baravarga ko'tarmasa yetmay qoladi deyapti. Endi o'shaning uchun hosildorlik darajasi 2-3 barobar ortish uchun mana organik Xullas, haliga suv kamayib ota ketyapti. bobomizdan Borgan sarichi O'zbekistonda suv kamayyapti-da. Suv endi shunga biogumuz solsa namlaydi, biogumuz ushlab qoladi-da. Suvni bir yilda 4 marta suv qo'yasa, hozir 1 marta suv qo'yilyapti. Zo'rg'a. Ashunda shu biogumuz solib, suvni qo'ysa, biogumuz kuzgacha namlaydi, saqlab turaveradi. Bu tomoni kuch beradi, tomirlarni qaraysiz otishini, biogumuzga qarab otgan tomirlarni ko'rsangiz, mana kuch beradi. Hurmatli kuzatuvchilar, bizlar vaqtlarni olmaylik. Mana biogumuz kerak bo'lsa ham, chuvalchak kerak bo'lsa, bu yerdan murojaat qilaverasizlar. Biz hali ancha suhbatimiz bor akalar bilan. Sizlar vaqtlarni olmaylik, like bosib qo'yinglar.